Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan array metodlarini boshlaymiz. Biz number metodlarini ko'rib tugatgandik. Va bugun array metodlaridan push metodini boshlaymiz. Hali slayd tayyor emas, keyinchalik qo'shib boraveraman. Hozircha ikkita metod qo'shgan sizlarga keyinchalik bildiraman. Bugun array metodlari bo'yicha birinchi darsimiz va array push metodi. Array push metodi nima qiladi? Arrayning oxiriga yangi element qo'shadi. Ya'ni bizga array bor, ichiga ma'lumotlar bor va o'shaning ichiga yangi element qo'shadi. Asosiy sintaksi arrayga push qiladi, bir element 2. Ya'ni bu array asosiy arrayimiz, o'rnida o'zgaruvchi keladi, arrayni saqlab turgan va push metodi chaqiriladi va qauslar ochilib, uni ichiga qo'shmoqchi bo'lgan ma'lumotimizni yozaveramiz. Ya'ni element 1 element 2 bu qo'shiladigan qiymatlar. Natijada yangi uzunlik length qaytariladi. Buni kopirovat qilib olaman. Birinchi navbatda biz bu yerda arrays.js degan fayl yaratib olaman va bu kodni tashlayman. Mavzuni ham yozib qo'yib. Kodni tahlil qilamiz. Konstanta fruits degan bitta o'zgaruvchi e'lon qilingan va array ochilgan. 4 burchak qauslar bilan array ochiladi va ichida qo'sh tirnoq ichida olma va banan degan mevalar berib qo'yilgan. Ya'ni virgul bilan ajratiladi arrayning har bir elementi. Va keyingi qatordan konstanta result degan o'zgaruvchi e'lon qilingan va tenglik orqali fruits arrayga murojaat qilinib, chaqirilib, push metodi chaqirilgan va qiymat sifatida uzum degan so'z berib yuborilgan. Va console logga birinchi navbatda fruitsni chiqaryapmiz, ya'ni massivni. Array massiv deb ro'yxat ham deyiladi. Ro'yxat, array, massiv turli xil nomlar bilan atash mumkin. Massivni konsolga chiqaryapmiz va qiymat sifatida bizga olma, banan, uzum degan chiqish kerak. Ya'ni bu yerda faqat olma va banan bor va biz fruits push deb uzumni qo'shyapmiz. Va console logga resultni chiqaryapmiz, ya'ni natijani. Bu 3 chiqishi kerak. Arrayning uzunligini qaytaradi. Terminalni ochib olamiz. Node arrays.js deb ishga tushiramiz. Mana olma, banan, uzum va 3 chiqdi. 3 bu arrayning uzunligi. Bitta chalkash narsa bor JavaScriptga, index va length. O'zimni ham chalkashtirgan juda ko'pchilik chalkashadi. Length bu arrayning uzunligi. Arrayning ichida nechta element borligini birdan boshlab sanaydi. Olma, banan, uzum, nok va hokazo. Umuman stringni ham sanashga length metodini ko'rgan edik. Length metodi birdan boshlab sanaydi. 1, 2, 3, 4 va hokazo ketaveradi va index degan narsa bor arraylarga. Misol uchun fruitsni men 4 burchak qaus bilan 0-chi deydigan bo'lsam, bizga olma chiqadi. Ya'ni mana shu narsa index deyiladi. Mana olma. Har bir string bo'lsa, har bir harfni, array bo'lsa, har bir elementni biz indeks orqali belgilashimiz mumkin. Misol uchun bizda olma 0-chi indeks, banan 1-chi indeks. Indekslash 0 dan boshlanadi. JavaScript va juda ko'plab dasturlash tillarida indekslash 0 dan boshlanadi. Length esa 1 dan. Yagona farq shu yerda. Va keyingi qismga o'tamiz. Bir nechta element qo'shishimiz ham mumkin. Men bu yerni eski holatiga qaytarib qo'yay. Buni kommentariya qilaman va keyingi qatordan constanta numbers degan array ochilgan va tenglik 1 va 2 qiymat sifatida berilgan. Ya'ni number formatiga ma'lumot berish uchun qo'sh tirnoq olish shart emas, shunchaki virgul bilan ajratib berilsa kifoya. Va numbers array chaqirilib push qilingan 3, 4 va 5 qiymatlar. Va console logga numbers array chaqirilgan. Buni har safar o'zgaruvchiga tenglash shart emas, shunchaki bu yerda nima qaytarishini ko'rsatish maqsadida qilingan. 3, 4, 5 qaytaradi va ichga tushirib beramiz. Mana 1, 2, 3, 4, 5 qiymatlar qaytdi. Ya'ni bu yerda stringni ham qilish mumkin, misol uchun. Virgul bilan ajratamiz va string sifatida number degan yozuvni kiritamiz, saqlab ichga tushiraman. Mana 1, 2, 3, 4, 5 va number. Ma'lumotlar qo'shilaveradi yoki shu yerni o'zida qoldirsang ham bo'laveradi. Qoldirsak string degan so'zni qoldiraman va ichga tushiramiz. Mana 1, 2 dan keyin string va 3, 4, 5 number chiqyapti. Ya'ni push metodi oldin aytganimizdek, faqat oxiriga ma'lumot qo'shadi arrayni. Buni ham kommentariya qilaman va keyin o'tamiz. Bo'sh arrayga ma'lumot qo'shish. Konstanta data degan array e'lon qilingan va qiymat bo'sh. Bo'sh qiymat odatda biz to-do list yasamoqchi bo'lsak, arrayni bo'sh qilib qo'yamiz. Shunga o'xshash loyihalarda bo'sh arraydan foydalanamiz. Ya'ni o'zimiz ichiga ma'lumot qo'shishimiz kerak bo'ladi. Data push qilingan va salom degan so'zni. Console logga data chiqarilgan. Ishga tushirib beramiz. Mana salom chiqyapti. Odatda biz bo'sh arrayga string qo'shmaymiz, object qo'shamiz. Ya'ni misol uchun buni o'chirib tashlayman.
Object sifatida name misol uchun mufroddan age 20 deydigan bo'lsak, bu object qo'shiladi. Ishga tushiradigan bo'lsak, mana array ichida name mufroddan age 20 degan ma'lumot qo'shildi. Hali kelasi darslarimizda shunaqa loyihalar ham qilamiz, yaxshiroq tushunib olasizlar. Eski holatga qaytarib qo'yaman. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.